edim, do'stim Javohir bor edi, keyin haligi hayvon zombi bor edi. Balki biz o'ylaganchalik hech kim ko'rmay qoldi, bo'lmagandir. Keyin biz o'z istehkomimizga qaytib bordik. Istehkomimizda bizni bazm qilib, to'y qilib, katta bir ziyofat qilib kutib olishdi. Biz texnologiyalarimiz tufayli u yerdan qaytib kelishga erishgan edik. Ya'niki zombilar orasidan sog'-omon qaytib kelishga erishgan edik. Bazm ayni avjida, ya'niki biz bazm qilsak, barcha bir-biriga mos tushgan yoshlarni to'yni ham birga qo'shib borardik. Shunday qilib to'y marosimi ham bo'lib yotgandi. Biz bu yerda bazm bilan band bo'lib qolgan paytimizda bolalar bir necha bolalar bir guruh bo'lishib devor yonida o'ynagani ketib qolishibdi. Bizning sferamiz devorlari yonida. Keyin esa qanday bo'lgan, nima bo'lgan barchalari xavotir bilan, qo'rquv bilan bizning yonimizga yugurib kelishdi va nima bo'lganini so'radik. Ular qandaydir bir qutinimi, sandiqnimi topib olishganini aytishdi. U yerda badbashara bo'lgan narsalarni ko'rishibdi. Ularning esa katta qizil toshmalari bor ekanmish. Biz himoya vositalarimizni kiydik-ku, tezlikda o'sha aytgan tomonga borib, vositalarimiz bilan birga borib ko'rsak-u, o'sha qizil toshmali zombilar ekan-da. Bu gibridlarning ishi bo'lsa kerak.